Resim Tashkent Business Class loyihamizning eng ustuvor taraflaridan biri bu Turkiyaning yetakchi kompaniyalaridan bo'lgan O'rta-Doğu Holding kompaniyasi bilan hamkorlikda qurilayotganligidir. Keling, bu kompaniya haqida bugungi videomizda qisqacha ma'lumot beramiz. O'rta-Doğu Holding kompaniyasi 1981-yildan buyon Turkiyada qurilish bilan shug'ullanadi. Shu bilan bir qatorda birinchi bor Toshkentda Resim Tashkent loyihasining biz, ya'ni Central Group kompaniyasi bilan hamkorlikda olib borilmoqda. O'rta-Doğu Holding kompaniyasi Turkiyada ham bir nechta Resim nomli bilan boshlanadigan loyihalar bor bo'lib, masalan, Resim Modern Kadhani, Resim Istanbul, Resim Yeni Nesil Eyüp, Resim Mod Istanbul kabi loyihalar shular jumlasidandir. Resim Tashkent loyihasi O'rta-Doğu Holding kompaniyasi bilan hamkorlikda qurilayotganligi bu mustahkamlik va ishonchni bildirsa, undan tashqari loyihaning yana bir ustuvor taraflari. Business Class loyihamiz haqida batafsil ma'lumot olishingiz uchun Instagram sahifamizga o'tib ko'rishingiz yoki quyidagi raqamga aloqaga chiqishingiz mumkin. Centra Group, siz orzu qilasiz, biz barpo qilamiz.